Assalomu alaykum. Men sizga xullas bugun bir tiyinga qimmat odamning bir tiyinga qimmat fikrlarini eshitib ko'ramiz. Salom aka, my friends. Xullas, bugun men Yurish Jonkasi va Armiya Jonkasi o'rtasidagi urush haqida qisqacha fikrimni bildirmoqchiman. Xo'p, men bu urushga qisqasini aytsam, qarshi emasman. Chunki bu urushni hech qachon Armiya Jonkasi boshlamagan. Kino qizimizda aytishi bo'yicha, agar bu urushni Amjonkasi boshlagan bo'lganda, u bu urushga qarshi bo'lgan bo'lardi-cha. Har doim qachon qarasa-da endi. Har doimmi yoki qachon qarasa-da endi. Yurish Jonkasi Mitsuni har xil laqablaydilar. Itsu, Kotsu. Konjo, Kanjo demaganmiz biz hali. Bizga kerak bu. Xo'p, bunga ham chidadik va bu uchun ham urushdik. Chidagan odam urushmaydi, chidagan odam ko'tini qisib yashaydi. Lekin Armiya Jonkasida bunga ham chidaylikda mayli. Chivsanga chidayapti, holating chidama. Endi ko'p deyishga nechi? Men bunga 10 dan 10 qo'yaman, menga yoqdi. Lekin ko'piyligiga isbot qilib bera olmaganidan keyin, Videodan keyin nahoy ko'piy deydi. Ko'piy deganiga yarasha kopi isbot qilib berish kerakmi? Yurish Jonkasi, ya'ni Ruyxonju Estinal Yurish Jonkasi, ya'ni Ruyxonju Geroyniman bu qizni miyasi yo'qligiga. Men hurmatim bor Ruyxonjuga misol qilib aytaman, lekin fanatlariga bir tiyinlik hurmatim yo'q. Tashingda fanatlardan sizga bir tiyinlik hurmat yo'q. Chunki uni fanatlari Mitsuni agar shunaqa qilib laqablayversa, Ruyxonjuga bo'lgan fanati Gorsda ham sinadi. Va vaholanki, qarangki, o'zlarini egasi, ya'ni Ruyxonju sekin-sekin martabasi pasayadi. Deb shunaqa narsalarni o'qirib YouTube ko'tingga tiqish. Xo'p, ular obunachilik ish qilar ekan. Ya'ni Ruyxonjuda 31,5 mingta, Tiamitsu deganida Menda Tiamitsu deb yotibdi, sharmanda. Hokimiyat haqida. Ishimcha nima unaqa qilib obunachini tenglashtiryapti-da. Lekin obunachi bilan aktivni yoki uni fanatlarini, navbatdagi fanatlarini tenglashtira olmaydi-da. Chunki ularning bu narsaga ruhi yetmaydi. O'shaga bu qizni miyasi yo'qligiga garo o'ynayman. Va vaholanki, qarangki, qarangkidan boshqa yotmayapmiz. ular вообще bizdan shu darajada qo'rqishadiki, bu sababdan bizga hech qachon normalniy muomalada qilib bo'la olishmaydi. Shuni teskarisi bo'lishi kerak emasmi? Sanlardan qo'rqishgani uchun normal muomala qilishlari kerak-ku. Deb gapirib qo'ysam, Goros tiklamasmikan? Goros bermasmikan? Xuddi shunaqa gaplarni aytib, video qilayotgan san bo'lasan. Shunaqa gaplar. Bu gaplarimni ikkita qulog'ingizga qo'yib olinglar uchun. Agar yana bir marta qayerdadir Mitsuni yomonlagani eshitilsa, shunaqangi Goros tiklanadiki, Mishani Girls deganni eshitib boru rahmim kelyapti. sizlar YouTubedan ketishga majbur bo'lasizlar. Men buni sizlarga iltimos emas, buyruq sifatida beraman. O'zimda boshimni qo'yib ketdim. Yurish Jonkasi yeyman deb Yurish Jonkasilarnikini yeb qo'yishmagan yana.